Oyijon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'pchilik so'rayapti qaziz retseptini. Tushuntirib yuboring endi onam. Hop. Mana bu ot go'shti olib kelasizlar. Kimdir ot go'shti, kimdir mol go'shti qo'shadi. Birga bir qo'shishadi. 2 kiloga 2 kilo. Mana shunda katta qilib 100 gramdan tuz berasizlar. 4 kilo bo'lsa 400 gram tuz ketadi. Shuni 2 kun ushlab turasizlar. Suvdan chiqarib turasizlar. Mana suv qo'yib yuboradi. Qalani qonlari bo'ladi. Ajratib turasizlar. Mana quruq bo'lishi kerak. Keyin yonmasiga qilib pichog'ini qo'yib olib, mana bunday qilib yonmasiga kesasizlar. Keyin pare qilib qazili joyini ham olishinglar kerak. O'zi beradi, o'zi anaqaga desanglar, qaziga desanglar. Keyin shuni olib kelib 2 kungina marinovka bo'lib turadi. 2 kundan keyin mana menga o'xshab sovarish juda ham oson bu. Даже kalbasadan ham oson. Kalbasadan ziyoni bor deyishyapti, buni ziyoni yo'q. Oyijoninglarga, dodajoninglarga bersanglar, duo qilishadi, duo olasizlar. Mana yangi yilga solinglar, juda ham oson. Mana bu kechaga qazim juda ham ingichka edi. O'zi go'shtni men 25 kilo go'sht olib keldim. Ingichka qazib berib qo'yishdi. Biz uni mana qilib hasib qilib o'zimizga. Mana endi mani har yili soladigan, mana har haftada bir xillada solaman. Mana bir xillada haftada solaman. Mana bu qazi mana. Dahshat u, onam. Sizlarga mana. Mana shunaqa olsanglar, sizlar zo'r chiqadi lekin. Ip o'rab pishirasizlar 2 soat bo'ldi. Hammasi sho'rvasini ham maza qilib ichasizlar. Holanglar norin bilan holanglar lapsha, nima deydi? Bizlar o'zbekcha ugra deydi. Biz endi lapsha deymiz. Ugra, o'zimiz ugra. Mana. Voy, mana buni qaranglar. Hozir 10 ta chiqardim, endi 10 ta chiqdi. Dahshat chiqdi-ya. Mana 10 ta chiqdi. Voy, shu zo'r. Bir yoq tarafini boylab qo'yishar ekan-a? Hamma yon o'rtasini ham boylaysiz, hammasi birin-ketin boylab ketaverasizlar. Biz endi mana bunaqa ikkita solamiz-da, bolalarim mana. Mana bittadan uzib tashlayman-da ertaga qurigandan keyin. Mana ikkita solamiz qozonga. Dahshat. Mana ikkita solamiz. Mana hammanglar taninglar sog' bo'lsin. Juda xursand bo'ldim. O'zi chiqmayman desam ham qizim qo'ymayapti. Ona, sizga talab ko'p, o'rgating. Ko'p narsalarni bilaman, o'rgataman, xudo xolasa. Sog'lig'im bo'lib tursa, hammanglarga rahmat sizlarni. Sevib qolaman sizlarni, yaxshi ko'raman hammanglarni. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Yurtboshimiz sog' bo'lsinlar. Brilliant onanglar, duogo'y otanglar omon bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Men faqat duodaman sizlarni. Mashalloh. Rahmat onam. Xo'p, endi qo'llarimni yuvib olaman. Mana toza solib qo'ydim.